Hurmatli obunachilar, navbatdagi mebelimizni Samarqand shahri Selisiga Ne'mat tog'amizning xonadonlariga yo'naltib oldik. Mebelni arzon qilishdan oldin Ne'mat tog'adan bir mebel haqida fikrlarini eshitamiz, keyin to'liq ma'lumotlarni sizlarga berib o'taman. Ne'mat tog'a, mebeldan fikrlaringizni bir obunachilarga bir aytib qo'ysangiz. Hurmatli obunachilar, mebeldan biz rozimiz. Usta ukamiz Diyorbek sovg'alar bilan o'rnatib berdi. Aql material bilan juda ma'qul bizga, sifati ham yaxshi. Rahmat ustalarga, rahmat. Katta ishlarga. Aytilgan narsalar, qo'shib beriladigan dogovordagi narsalar, hamma narsalari keldimi mebelingizga? Hammasi keldi. Aytilgan narsa, mo'ka, shunday simisiklar, shu aytilgan narsalar Hammasi to'liq keldi. Joyda biz ko'nglimiz to'ldi. Dogovorimiz necha pulga bo'ldi? 26 million. 26 millionga. Oldindan 50%. Oldindan 50% to'ladik. O'rnatib bergandan keyin qolganini to'ladik. Hop, rahmat sizga. Hop, do'stlar, mebelimiz Hightex stilda 3 etajli qilib yasab berdik. Bu mebelimizni ko'rishingiz mumkin. Materiallarimiz akrilik materiallar, Tashdan firmaniki. Mokriga o'rtasini oq qilib, tepalarini mokri qilib yasab berdik. Endi 26 million so'mning ichida sizlarga aytib o'tsam, bir chekkadan mana bu Nemetskiy ratyunga 5 yil garantiyasi bor, shumkalari bor. Tepasida mana simisitillarni joyladik. Bunisini ham biz o'zimiz bonuslarga qo'yib berdik. Bu ham original simisitillarni qo'yib berganmiz. Bu yerda dozatorlari bor. Taxtakashlarni ham bonuslarga olib keldik. Endi qo'ygan tagiga mana bu musul paqalarini ham joylab berdik. Keyin buraya mana bu kargolarni joylab berdik. Bular ham shu 26 million so'mning ichiga kiradi. Endi tepalariga mana mo'kan tepasiga mana shkaf ichini ochganda shu shulkalarni joylab berdik. Tepasidan polkalarni qilib joylashtirib berdik. Bu yerga mana klientimiz o'zi gazni o'zini olgan, duxovkalarni o'zi olgan. Mana bu ko'rib turgan vichkalaringizni o'zi olgan. Mana sensorli vichka ekan bu. Tepalariga mana bunday qilib ochiladigan qilib moslamadan qilib qo'yib berganmiz. Gofralarni o'rnini joylashtirib, mana chiroyli qilib o'tdik. Mana bunday qilib yopib qo'yiladi. Endi mana bu 3 xona qilib kameralarni ham bo'lib berdik. Chiroyli qilib, bu ko'proq idishda chiqsin deb. Endi mana bu stalishnisaga keladigan bo'lsak, klassik stalishnica Eroniki deb aytamiz. Qalinidan 4 sm-dan qo'yib berdik. Mana bu joylariga mana tortmalariga mana bunday qo'shib soladiganlarni ham joylab berdik. Tortmalari ham o'zini o'zi yopadigan. Hop, endi bu chekkaga keladigan bo'lsak, xalilliklarni mana shkafga olib, chiroyli qilib joylab berdik. Tepa qismlarini ko'rishingiz mumkin. Mana anglisa variantda yasab berdik. Kimga shunday mebellar keladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bonuslarimiz yanada qo'shilyapti. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Rahmat. Like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.